Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar, qadrli do'stlar. Xotan gilimi Xotan xalqining aql farosatining mahsuli. Xotan gilimi material, hunar, san'at va saqlash qimmati bilan söyümlük va tavarikdir. Biz Xotan gilimining ana makoni hisoblangan Xotanga yetib keldik. Shundaqla Xotandagi gilamga munosabatlik bir qism rahbar, tadqiqotchi va korxonchilar vakillarini bir yerga jam qilib, gilam xususida paranglashni loyiq topdik. Men oldi bilan bugungi suhbatimiz taklif qilingan to'rdagi aziz mehmonlarni tanishtirib o'tay. Xotan viloyatlik iqtisod va uchurlashtirish komitetining muavin tekshirib tadqiq qo'g'itchisi, Xotan viloyatlik gilamchilik jamiyatining bosh kotibi Abdulbar Ro'zi. Xotan gilimi cheklik mas'uliyat şirketining bosh mudiri, Xotan viloyatlik gilamchilik jamiyatining muavin raisi Matrusun abla. Şinjan Naqshband gilamchilik taraqqiyot şirketining direktori, Xotan viloyatlik gilamchilik jamiyatining muavin raisi Obliz Matyusuf. Hazır Xota viloyatimiz tavasida 52 korxona bor. Bu 52 korxonada 118 ming odam ishlaydi. Biz Şinjan Üniversiteti, ishqirlik dаңlıq universitetlar bilan birlashib, ba'zi bir haqlangan qiyin turga boylik tejaydigan, muhit asraydigan yangi turlarga yaxshi rang turi va shakl turlarda o'zgarish hozir qildik. Xotan gilimininki Yo'ronqash daryo vodisi Naqshband degan bir ustoz buni ijod qilgan. Bu shu atrofda gilamchilik o'tganligi bu isbotlangan. Abdubar aka. Endi biz Xotanga yetib kelgandan keyin Xotandagi gilam to'qilayotgan naq maydonni ko'rdik. Uningdan keyin gilamchilik korxonalarida ziyorat bo'ldik. Endi hozir shu Xotan viloyati tavasida gilamchilik korxonalarining qanchiligi bor? Ularning hozirgi ishlab chiqarish ahvoli qanday? Xotanning gilamchiligi ma'lum sabablar tufaylidan o'xshamagan sharoit, o'xshamagan rayonlarda goh tushib, goh o'rlab gilamga yetib keldi. 2009-yil statistikaga asoslanganda Xotanning gilamchiligida 5 o'rinda gilamchilik korxonasi bor edi. Yaqinqi yillardan buyon viloyatlik partikom ma'mur mahkamaning to'g'ri rahbarligi, g'amxo'rligi, gilamchilik korxonalarininki zo'r tirikchilik natijasida hozir Xota viloyatimiz tavasida 52 korxona bor. Bu 52 korxonada 118 ming odam ishlaydi. Bu 52 korxonanınki yıllık gilam ishlash ko'lami 1 milyon 362 ming kvadrat metr. Yıllık setish kirimi 432 milyon xalq bo'li. Bizning 52 korxona hazır 360 qurluq, 450 qurluq, 500 qurluq, 720 qurluqdan iborat sifatli gilamlarni to'qib korxonaning ko'lamini, iqtisodini kengaytirish uchun o'rtaq tirishmoqda. Unda bo'lsa 52 korxonaning umum setish sommasi 450 milliondan oshadi ekan. Bu Xotan viloyatining iqtisodiga nisbatan aytganda bir ijobiy turtkilik rol o'ynaydi. Undaqda siz vakil xarakterli shu korxonalardan bir ikkini sanab beramsiz. Viloyatlik gilamchilik cheklik shirkati, Şinjan Naqshband gilamchilik shirkati, Xotan Diyonet gilamchilik shirkati qatorliq shirkatlar buningga misol bo'la oladi. Matrusun efendim, men 7 yil ilgari 2007-yili sizni Xotanda shu Xotan gilimi xususidagi ziyoratda tunji qitim ziyorat qilgan edim. Endi shu 7 yil jarayonida sizlarning shu gilamchilik korxonalarida qanday o'zgarishlar bo'ldi? Bu 7 yilda biz Abdurrahimov partikom hukumatning zo'r kuch bilan qo'llashi, e'tibor siyosatini o'tirg'i chiqib yo'l qo'yishi. Shunaqla Xotan viloyatlik ma'mur mahkama, partikom, viloyatlik uchurlashtirish komiteti, moliya idorasi, plan komiteti qatorliq asosli boshqaruvchi va politsiya tarmoqlarining zo'r kuch bilan mablag' bilan qo'llashi, siyosat jihati yurish aslida biz
g'oyat zo'r gilamchilik tarixida ko'rilib boqmagan yaxshi natijalarni qo'lga keltirdik. Bizning shirkatimiz 1950 yili qurilgan. 2004 yil atrofida partiya siyosatining yetakchiligida tuzilmasini o'zgartib, davlat egalik korxonadan xususiy egalik korxonaga 3 iborat musobaqada 5 uchadi. Bu jarayonda korxonamizdagi gilam loyiha ustozlari, boshqaruvchi xodimlar, ishlab chiqarish birinchi kurash qilayotgan ishchi xizmatchilarning o'rtaq tirishchanligi ostida biz korxonamizning ijtimoiy va ma'naviy qiyofasida zo'r o'zgarish hosil qildik. 2007 yili shirkatimizda ishchi xizmatchimiz 300 atrofda. İşlep çıkarıvatkan mahsulotimiz 10.000 kvadratning oldi ekan dedi. 7 yil o'tib, mana 2014 yilga kelganda bizning ish xizmatchilar odam kuchi boyligimiz 800 ga, boshqaruvchi xodimimiz 50 ga yaqinlashdi. Bu jarayonda biz ish xizmatchilarning, gilam loyiha ustozlarining kasbiy safosini o'stirish, bularning kasb qiziqligini qo'zg'ash jihatdan nurg'un tarbiyalash kursini o'rnashtirdik. Bunun bilan biz Şinjan Universiteti, ishqirdik dаңlıq universitetlar bilan birlashib, ba'zi bir haqlangan qiyin turga boylik tejaydigan, muhit asraydigan yangi turlarga yaxshi rang turi va shakl turlarida o'zgarish hosil qildik. Shuning bilan biz avtonom rayonlik aqli mulk idorasiga 100 nechta turni aqli mulk patenti bo'yicha iltimos qilib, buningdan 30 turga hozircha aqli mulk ijozat nomasi oldik. Ikkinchi birisi biz şu texnik jihatdan texnik yengilashni zo'r kuch bilan jing tutdik. Yunglarni yuvib tozalash, egirib, bo'yash, to'qib urab qashlash bo'lgan har bir halqadagi texnik yengilash o'tkilni yaxshi ishlab, har bir halqalarda inchga amallashtirdik ham ishlab chiqarish apparatimiz. Bozorda yuqori mahsulotning iste'mol qiymati yoki madaniyat qiymati, shundaqla qo'shimcha qiymatni oshirish bilan birga biz dаңlıq marka yaratish strategiyasida boshni oxir ching tutdik. Shuning bilan shirkatimiz ishlab chiqargan Xotan Qashtashi markasidagi gilam 2010 va 2011 yillari avtonom rayonlik sifat tekshirish idorasi, avtonom rayonlik savdo sanoatni boshqarish idorasi tomonidan avtonom rayonning dаңlıq mahsuloti, avtonom rayonning dаңlıq tovar markasi sharfiga kirishdi. Biz buni bilan bo'shab qolmay, ishimizdagi texnika xodimlarni safarbar qilib, sifatlik, jalbkorligi yuqori, rahat baxsh etadigan inchki yo'liq, yuqori qo'llik gilamlarni ishlab, bozorga solish orqali mushu kasbda, mushu bozorda bizni yoqtirib baslatadigan kasbdoshlarimiz ichida xaridorlarimizning qalbida e'tirof qilishiga erishib, 2012 yili yil oxirida biz davlatlik savdo sanoatini ma'mur boshqarish bosh idorasi tomonidan davlatning dаңlıq tovar markasi sharfiga erishdik. Endi Abdulaziz, siz mushu gilamchilik korxonangizni qachon qurgan? Bizning Naqshband gilamchilik korxonamiz 2010 yilda qurilgan. 2010 yilda qurilganda odatdagi bir yakka tijoratchi, ya'ni oilaviy egilik asosida qurilgan. 2007 yilga kelganda haqiqiy shirkat kelib ish boshlab qurilgan. Hozir mushu gilam korxonangizda qanchalik odam ishlaydi? Hozir bizning Naqshband gilamchilik shirkatimizningki, o'sha o'zimizningki mablag' solib qurgan issiqlarimizni ishlayotgan, gilam to'qiydigan ishchilar 500 dan ortiq. Boshqaruvchi va texnik xodimlar 28 nafar. Undan sert, ya'ni biz shu Tuvan 14-diviziya Gumi dehqonchilik maydonida hamkorlashib, u yerda bir 800 kishilik gilam korxonasi qurildi 2011. Buning texnik ishlarini, setish bo'lishlarini bizning shirkat ustiga oldi. 2011 yıl yana Xotan turmini biz bu yerda gilamchilik mahorati bo'yicha tarbiyalab ularni u yerda 4-5 jinoyatchi bizning shirkat uchun gilam to'qiyapti. Naqshband degan ismni nima uchun marka qilib qo'llanib qoldinglar? 2003 yili shu tovar markasi anglish to'g'riliq ko'p izlanib, tarixiy kitoblarni ko'rish orqali biz bu yaxshi ism topaylik deb izlangan vaqtimizda shu Xotan giliminingki Yuronqash daryo vodiysi bu yerda Naqshband degan bir ustoz buni ijod qilgan. Bu shu atrofda gilamchilik qilayotganligi bu isbotlangan. Shuni biz endi shuni asos qilib Naqshband degan ismni tanlab marka qo'llangan. Hozir hamda sizlar ishlayotgan mushu gilamning turlari qancha xil? Uningdagi nusxalari qancha xil? Hozirgi bozor ahvoli qanday? Hozir bizning ishlab chiqarayotgan gilamlar shu Xotan viloyatida umumlashgan. Ya'ni shu yuqori o'rta tuvan darajadagi gilamlar. Undan keyin shu manzil gilamlar. Yani şu Xotanninki, Şinjanninki, Junguninki her xil şu alayida manzur rayonlarninki sürtüşülgen tamgası dağın asmı gilamlar. Ondan keyin bizimiz
ijod qilgan shu ipak bilan yung aralashib turgan gilamlar qatorliq 30 xil turdagi 250 xil nusxalarni ochlardan to'qib chiqarilgan hozir. Bozor ahvolimiz yildan yilga yaxshi. Biz şu tez asan ünüm berdiğen türden 58 milyonda 27 karxanını nokta kılıp verdik. Xotan qo'y yungi gilimi 100% xotan qo'y yungini asos qilib, ham ashyo qilish asosida qo'l bilan to'qiladi. Xotan qo'y yungi endi bu shu xotanning g'avaroyi ahvoliga asosan bo'lishi kerak endi. Bu gilam to'qishga eng yaxshi material. Endi Abdulbar efendim, endi hozir sizlarning mushu iqtisod va usullashtirish komiteti viloyat tavasidagi gilam korxonalarini qanday afzal siyosat va mablag' bilan ta'minlab keldinglar? 12. 5 yıllık plan mezgilde biz yukarı dereceli oğulların türlü siyaset, etibar bir siyasetlerden toluk paylanıp gilamchilik korxonalarının ki mablag' jalb qilish, yer ishitish, boj, tarbiyalash qatorliq jihatlarda e'tibor berish siyosatlari tuzilib yo'lga qo'yildi. Undan boshqa turli mablag' yo'llarini echish, turli mablag'larga yo'llash, turli chora usullar bilan hukumatning qo'llashini qo'lga keltirib gilamchilik korxonalarini taraqqiy qildirish maqsad qilindi. Buningda biz şu tez asan ünüm berdiğen türden 58 milyonda 27 korxonani nokta qilib verdik. Bu şirketler vekil karakterde ünüm kazangan korxonalarniki misali bularlar. Endi Maptursun efendim, mush qo'lda to'qilgan gilam bilan zavod gilamini farqlantirishda nurg'un odamlar qoymoqib qoldi ekan. Bu haqda aniq bir tushuncha berib o'tsin. Xotan gilim bilan zavod gilimining farqiga kelsak, bu bir qancha taraflarda tubdan o'xshamaydi. Ularning ishitish material jihatdan o'xshamaydi. Xotan qo'y yungi gilimi 100% xotan qo'y yungini asos qilib, ham ashyo qilish asosida qo'l bilan to'qiladi. Ikkinchisi to'qilish uslubi jihatdan o'xshamaydi. Xotan gilimi yung ipni urish ipga 8 raqam shaklda to'liq olmab chigiladi. Yungning engizi nayt mustahkam, puxta bo'lib, oson cho'lib ketmaydi, yirtib ketmaydi. Xotan gilimi oson kirlashmaydi. Buni ishlash jarayonida yub tozalash orqali buni asli holatiga akilish tamoman mumkin. Dunyo gilamchiligi va xotan gilimining farqi va aloyligi, shundaqla zavod gilim bilan xotan gilimining bo'lgan tub farqini buni kitobda, bu qomusni ishlab keng o'qirmanlarimizga sunduq. Bunun ingliz hanzusada tarjima qilib turadi. Ablas, sizning mush gilamlaringizning sifati qanday? Endi gilam bozorda qanday ortiqchilik, kamchilik taraflar mavjud sizning his qilishingizcha? Bizning Naqshband gilamchiligimizning gilamlarning sifati Xotan viloyati bo'yicha bir qadar oldin qator deb o'ylayman. Bu xotan gilimi ajdodlarimizdan bizga qolgan bir tabarruk miros bu. Endi buni qanchadan qancha kutasak, e'tiborlasak, shuhratini yana xalqaro davlat ichiga tunutsak arziydi buni. Shunga buni tus qilib biz shirkat qurilgandan boshlab xotan gilimimizning sifatiga qattiq ahamiyat berdik. Xotan giliminingki, xotan gilim bulab chiqishda tuvandagidek alaylik bor buningki. Xotan gilimiga ishlatgan material cho'qim xotan qo'y yungi bo'lishi kerak. Xotan qo'y yungi endi bu shu xotanning g'avaroyi ahvoliga asosan bo'lishi kerak endi. Bu gilam to'qishga eng yaxshi material. Ikkinchi alohidaligi xotan gilimi qo'lda to'qilgan alohidaligi. Dastlabida qanday jat olgan bo'lsa, hozirmi shu alohidlikni saqlab, paxta ipni urish qilib, yung ipni bu urishga sakli shaklda chigish orqali to'qilgan chiqib, bu 1000 yil, 2000 yil ishlasimi yana o'z qiyofatini saqlab qolaydi. Uchinchidan bizning shu xotan gilimi nusxalaydiligi bor. Chunki bu xotandagi nusxalarimizning hammasi o'zimizning shu milliy adolatga asosan laylangan. Biz shirkatimiz shu 3 xil shu gilam xotan gilimining 3 xil adolatligini saqlab keldik. 2012-yili Abdulmurayliq So'znajida Nimiz tarafdan Şinjanning Danlaq Tovar Maraksi degan shan sharafga erishdik. 2010-yili davlat darajalik g'ayri moddiy madaniyat mirosi, ya'ni shu Uyg'urlarningki qo'lda to'qilgan gilamlarni qo'g'dash bazasi degan sharafga damg'irishdik. Endi bayatda siz degan shu hozir gilam bozorida qanday ortiqchilik
kamchiliklar bor degan bu masala buni aytib gavjlik masala bo'lib qoldi. Hamda hozir gilam bozorlarimizda ichki o'lgilarninki zavod gilamlari. Uningdan sirt shu xalqaro bozor, xalqaro savdoninki erkinlikka qarab yuzlanishga asosan, ya'ni Ironning gilamlari, Hindistonning, Pokistonning zavod ham qo'l tutgan gilamlari Xinjiangga zo'r gilamda kirdi. Zavodning kelsi bu Ironning, Hindistonning kelsi bizning bu Xotan gilamininki texmi gavdanlab chiqishiga bu yaxshi. Lekin bu yerda saqlanib qolgan birdan-bir masala bu noto'g'ri raqobat. Zodi qaysi zavod gilami, qaysi Xotan gilami, qaysi Hindistonning, qaysi Pokistonning buni ayirish nihoyatda qiyin bo'lib qoldi. Biz ishlatmaymiz. Agar zavod gilamidan barkan chaplasa, Xotan gilamidan barkan chaplasa, Ironninki Irondan desa, Hindistonning desa, hammasi o'zimizning ortiqchiligini o'zimiz so'zlasak, men ishlatmay dunyo bo'yicha jumladan shu bizning Xinjiangning ichida eng yuqori olqishlashgan gilam yana bizning Xotan gilami. Xotan gilimining sifatini, o'lchamini yaxshilash uchun har qaysi fan texnika o'rinlari bilan aloqa bog'lab Xotan gilimini tadqiq qildik. Xotan gilimi Xotanda paydo bo'lib 4 asrdan keyin Yipak yo'li orqali Hindiston, Paris, Volga daryo vodilariga borgan. Xotan viloyatlik gilamchilik jamiyatining uyushtirish asosida Xotan viloyatidagi 50 dan ortiq gilamchilik shirkatlari shu Xotan gilamining obrazini qaytadan namoyon qilish uchun birlashdik. Endi Abdulbar efendim, endi sizlar viloyat tavasida shu gilamchilik korxonalarininki setish yo'llarini kengaytirish, bo'libmi Xotan gilamining shuhratini davlat ichi va xalqaro tunishtirishda qanday ahamiyatli xizmatlarni ishladinglar? Biz gilamchilik korxonalarininki gilam manbalarini ko'paytirish, Xotan gilamini sirtqi yuzlanish jihatda tuvandagidek usul tadbirlarni qo'llandik. Birinchidan har qaysi noya shaharda gilamchilik xizmatiga rahbarlik qilish guruhlarini qurib, buning roli joriy qildirildi. Ikkinchidan viloyatlik gilamchilik xizmatiga rahbarlik qilish guruhi har qaysi a'zo o'rinlarninki rolini joriy qildirish, buningga nisbatan xizmatlarni surishtirish pishonliq rolini o'ynadi. Uchinchidan biz yuqori darajalik o'rinlardan gilamchilikka mutaxassislarni taklif qildik. Ham yerlik mutaxassislarningki roldan to'liq foydalanib, ularni asos qatlamga tushib, har qaysi gilamchilik korxonalarini aralab tekshirib, ilg'or bo'lgan gilamchilik shirkatlarini tashviq qilish rolini o'ynadik. To'rtinchi jihatdan biz Xotan viloyatidagi har qaysi gilamchilik shirkatlarini yaxshi tashkillab, her yili shu Çinxayda o'tkaziladigan Tibetcha gilamchilik ko'rgazmasiga qatnashtirib, gilamchilik korxonalarimizning nazar doirasi oshirildi. 4-navbatlik Jungo, Osiyo, Yevropa ko'rgazmasiga bizning gilamchilik korxonalaridan 40 necha korxonni qatnashtirib, buningdimi bizning gilamchilik korxonalarimizninki mas'ullarninki nazar doirasi kengaytirildi. Hem her qaysi davlatdan kelgan mehmonlar bilan gilamchilik ustida suhbatlarni elib berib, bizning Xotan gilimi tunishtirildi. Shuning bilan birga yana biz Xotan gilimining sifatini, o'lchamini yaxshilash uchun har qaysi fan texnika o'rinlari bilan aloqa bog'lab, Xotan gilimini tadqiq qildik. Bunun bilan Xotan gilimini tadqiq qiladigan, Xotan gilimiga qiziqadigan, Xotan gilimini suydigan, Xotan gilimi haqida parang olib boradiganlarning soni kundan kunga ko'payib, Xotan tavasida Xotan giliminingki shuhrati kundan kunga namoyon qilindi. Endi Metrosun efendim,
Hazır şu keng istimalçılar şu Türkiye gilimi, İran gilimi, onun linkin Belgiyanın üskönüsü, Yeni Zelandiya'nın koyjunu, yani atalgılarını anlaydıgan buldu, hem gelem setölüştü kaymıqıp kaldı. Muşkıl besim ve rıqabet, Xoten gilimidin ibaret muşu engüşlerninki, bunninkin terakkiyatı da sizlerge yeniçi bir oylunuş, silkiniş payda kılamdı qandaq. Xoten gilimi, ajdadımız Uygurlar yoxtu berpa qilib meydan akagan. Xoten gilimi Xotenda paydo bo'lib 4 asrdan keyin Yipak yo'li orqali Hindiston, Paris, Volga daryo vodilariga borgan. 8 asrdan keyin bizning o'tir tuzanlikka, ya'ni Henan, Hangzhou sujilari bo'lib, ularning gilimining taraqqiyot asosi bo'lgan. Shirkimiz bilan aytganda biz o'zimizda bor an'analikni qadrib, tuplab, texnik yengilab, texmi nefis, asrang va tabiiy bandiklarni gilamlarni texmi ko'plab ishlab, texmi qo'shilma qiymati yuqori bo'lgan mahsulotlarni bozorga silib, davlat ishchi va Abdurrahman bozorlarini keng etish bilan birga markaz o'tirib qo'ygan yangi Yipak yo'li iqtisod balog'i fursatini foydalanib, biz O'rta Osiyo va Yevropa bozorlarida keng bozor echish planini tuzib, yaxshi xizmat, kodeks xizmatlarni ishlayapmiz. Endi Abduz efendim, endi gelem karxanları növbette yalnız hükümetgila yölünü olmay, tayını olmay, öz aldığı tırışçılık közüş gerek dep qarayman. Endi bulupmu şu gelem karxanlarına nispeten aytganda en mühim mesele dаңlıq marka yaratish. Endi dаңlıq marka yaratishda, süpetni yaxshilashda sizlar nimalarni qildinglar? Xoten viloyatlik gilamchilik jamiyatininki uyushtirishasida endi burun, masalan 2013-yildan burun deb aytsak, hamma korxona o'z oldimizga to'g'ilgan. O'zaro ittifoqsizlik holat dedik. Endi 2013-yili Xoten viloyatlik gilamchilik jamiyatininki uyushtirishasida Xoten viloyatidagi 50 dan ortiq gilamchilik shirkatlari şu Xoten gilimininki obrazini qaytadan namoyon qilish uchun birlashdik. Birleşip bununki başlamcı sifatida biz şu 2014-yili 8-ayda Çinxay ülkəsininki Şiningda o'tkazilgan Dünya gilamchilik ko'rgazmasiga, ya'ni Xoten qo'yini qo'lda bo'lgan gilimida bir markasida hamma korxona ishga qatnashdik. Shuning bilan bu shu yarmankaga kelgan ko'rgazma ahlininki jalb qilish kuchini oshirdik hamda. Hammasi kelib bizning Xoten gilimini qaytadan ko'rdi. Ondan keyin 2014-yilda Osiyo Yevropa yarmankasi, So'd yarmankasiga biz yana mushu markasida qatnashdik. Buningdimi mushu ko'rgazmaga kelgan nurg'un kishilar bu Xoten gilimi haqiqatan yaxshi ekan, hozir ham bor ekan deb nihoyatda xursand bo'ldi. Hem şu yerda nurg'un divorlarni oldik. 2014-yildan 10-oyda mushu O'zbekistonninki Toshkent shahrida o'tkazilgan mushu Xinjiang mahsulotlari ko'rgazmasida biz yana mushu bir markasida qatnashdik. Endi demoqchi o'g'limiz biz Xoten gilamchilar uyg'ondik. Endi biz bog'lat maqsad bo'lmayotganligini tunib yetib, hamma bilan birlashib Xoten gilimini texmo buningki shuhratini, inovatini texmo yuqorilash uchun tirishdik. Bu birinchi sabab bo'ldi. İkinciden şu gilamchilik jamiyatining ishidan biz bir qism yerlik mutaxassislarni tashkillab chiqib, Xoten gilimininki ishlab chiqarish butun jarayonini nazorat qilish. Ya'ni buni qalaymiqan to'sib qo'ymaydi. Endi buni hozir mush korxonalar uyushmasi, ya'ni korxonalar mush gilamchilik jamiyati boshulab, mush korxonalar o'zaro ittifoqlashib, mush sifatni bichim tutish. Ya'ni ma'lum bir korxona bu gilamni sifatini buzsa, biz qolgan korxonalar buni tarbiyalash, yetaklash. Mush asosda birinciden ishlab chiqarishni yaxshilab, ikkinchidan bozor ochdi. Bundan keyin shu Xoten gilimi degan bir xil markasida bozor ochishdan turamiz. Sizmi şu gelemchilik bilan shug'ullanasiz, shundaqmi? Shundaq. Gelemchilik korxonasini qachon qurgan? 1999-yili 15 yil oldu. Endi şu gelem korxonangizning umum ko'lami qanchalik? Umumiy ko'lami ishlab chiqarish seximiz 2000 kvadrat. Qanchalik odam ishlaydi? Hozir qulamda bor odam 80. 80 odam gelem to'qiydi o'tgan. Shundaqmi? Shundaq. Gelimingizningki mush tavadiki o'z doirasida bozor qandaq? Bozor yaxshi endi biz qurgandan boshlab savdo ahvoli endi bek yaxshi me'yorlar. Gelem yana qo'ying, Xotenning qo'yingni asos qilgan holatda. Boshdan tortib shu bir niyat, bir maqsaddan mangandan şunun dersimi chiqib, savdo ahvolimiz bek yaxshi.
Xotan gilimi bizniki Cumhur medeniyetininki bir ayrılmaz bir kısmı. Bu neçe yıllık tarihten beri Xotan gilimi terakkiyat basışını geçirip bugünkü hallaki yetiş bizniki her kaysi milletlerninki. Ular mı Şinjan'daki Uygurlarninki, akıl parasitininki, embikininki mesul. 和田地毯呢，我们可能 Hammamizga ma'lum, Xotan gilimining dunyoga danqi bor. Dastlabki tadqiqot natijasiga asoslanganda 3000 yildan ortiq tarixga ega. Xotan gilimi yana dunyo gilamchilik sohasida o'zgacha xoslikka ega. Uning materialdan tortib nusxalargacha alohida bo'lib, dunyoning boshqa joylaridagi gilamlardan to'qilish va nusxa jihatda farqlanadi. Xotan gilimining navbatdagi taraqqiyot ahvolidan qaraganda, bo'libmi gilamchilikni zo'r kuch bilan qo'llash salmoqi yildan yilga eshiyotidir. Xotan gilimi bizniki Xotan xalqininki ajdoddan bizga hozir qoldirgan shu 4 go'harning biri. Lekin bizniki shu bir qancha yillik gilamchilik korxonalarini tashkillab, shu xalqaro ko'rgazma yarmankalarga tashkillash, shu yerdagi chet ellik yoki bizniki ishkirki gilam taraqqiy qilgan shahardagi korxonchilar bilan suhbatlashish va naq maydonda shularninki mahsulotini ko'rish orqali bizdagi ba'zi shu sifat jihatda nusxa jihatda yana bizniki ba'zi kamchilik borligini his qildik. Bu jihatda nemishqa bunday bo'lib qoldi deganda bizniki hozirgi to'qib turayotgan gilamninki asosligi bizniki turmushda ko'p ishlatgan amaliy qo'llanadigan jihatda bizniki cheklanib qolganlikdan bo'lib qoldi deb his qildim. Shunga hozir keyingi bir bosqichda Xotan gilimi taraqqiy qildirishda cho'qim bizniki amaliy turmush buyumni ishiltish jihatdan buningki keyingi shu badiiy surat, har xil shu manzara degandek shu bizniki huzurlanish tipidagi gilamlarni ko'proq ijod qilish orqali bizniki Xotan gilimini ishkirgi o'lkalarga hattoki shu chet el davlatlarga tunusaq. Endi mening mana bir korxonchilarga bunday bir fikrni bersam, o'zimizning mahsulotlarni avval biz o'zimiz qadrlagan vaqtimizda andan keyin boshqalar bizning mahsulotlarimizning qadrini qildi ham e'tiborlaydi. Men o'ylayman, endi mana shu ko'pchilikdan mol sotayotgan vaqtida hammamiz bilamiz, endi saxovat ishlariga hammamiz bek ko'ngil bo'lgandan keyin, masalan, Xotan gilimidan birini sotayotsangiz, saxovat ishlariga bir qadam yiqilasiz degandek, mana shu Xotan gilimini tunishda, mana saxovat fondi qurgandek, mesela bir ishlarni qurgan bo'lsa, mana korxonchilar balkim ko'pchilikninki Xotan gilimiga bo'lgan setish qiziqligi texnik yuqori ko'tariladi deb o'ylayman. Biz bugun Xotan gilimi xususida Xotanga kelib, bir qism mutaxassislar bilan nihoyat ko'ngilli paranglashdik. Xotan gilimi yep-yangi dunyo. Xotan gilimi nodir asar. Xotan gilimi ajdod chirig'i. Xotan gilimi tirik tarix. Biz Xotan gilimining sog'lom taraqqiyotini, uning parlaq kelgusini kutib olishni xohlaymiz. Barliq jafokash, gilamga munosabatli kishilarga cho'nqur salom yo'llaymiz. Bugungi suhbatimiz bu yerda oxirlashdi. Kelar hafta ko'rishaylik, xayr xo'sh.